Azizlar, sizlar uchun Damas narxini sindirdik jigarim. 2024 oktyabr eng oxirgi chiqqanlardan 2024 oxiri. Xo'p, baloni o'ziniki, kalpaklari ham bor, beriladi deb aytibdilar. Probegi ham 140 kilometr salondan uygacha dedi. Uyda turgan ekan, mashina magnitofonlari ishlaydi. Chexoli, poligi yo'q. Salafanlari bilan turibdi. Salondan qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunday holatda turibdi. Metan ham qilinmagan, hech narsa qilinmagan jigarim. Tayyor o'zingiz uchun olasiz, metan qo'ydirib, chexol poligini qilib, gazini tepib haydaverasiz. Mashina yaxshi holatda, hech qanaqa kraskasi yo'q, top-toza 24 oxiri chiqqan. Aka uyda turganda saqlangan mashina, prosta pul kerakli uchun srochini olib chiqdim deb aytibdilar. Narxi ham unaqa qimmat emas. Sizlar uchun jigarim 93 millionga gaplashib qo'ydim. 2024 oxiri oktyabrda chiqqan, egalariga srochni pul kerak ekan. O'shaning uchun sotaman. Pul ushlab turish uchun olib qo'ygandim, o'zimga minusiga ishlayapti dedilar. Past egalar nomerlarini qoldiraman, har doimgidek bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Narxi 93 million. Telefon qilinglar, yana ham kelishtirib berar ekanlar. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.